Viloyat axborot kutubxona markazida Samarqand sadolari nomli kitoblar to'plami taqdimoti o'tkazildi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan ushbu tadbirda bir guruh ijodkorlar, yozuvchilar hamda Sadoqat ijodiy to'garagining yosh qalamkashlari ishtirok etdi. Samarqand sadolari to'plami viloyatimizdagi ijodkorlar va yozuvchilar uyushmasi qoshida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Sadoqat to'garagi a'zolarining qalb so'zlari ila bitilgan ko'ngil kechinmalari, vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga hurmat, tabiatni asrash va insoniylik kabi mavzular ifoda qilingan. Ijodkorlar qalamga olgan mavzular chiroyli tasvirlar va betakror his-tuyg'ular orqali aks ettirilgan. Tadbirda so'z olganlar yosh ijodkorlarga kitob yaratilish jarayoni va ilhom manbalari haqida so'zlab berishdi. Bu kitobda yana yutug'i shundan iborat bo'ladiki, o'sha ijodga endigina kirib kelayotgan yoshlarimiz uchun bu quvonch bu. Qanday ma'nodaki bu yerga bularning nomlari, she'rlari, fikrlari muhrlanadi. Bu albatta mana shu o'zining she'rini bir zavq bilan o'qir ekan, o'zidan katta yoshdagi ijodkorlarning she'rlarini o'qib xulosa qiladi. O'zini bitiklaridagi ayrim xom bo'lgan, ya'ni pishirishi kerak bo'lgan o'sha fikrlarini ular pishiradi. Ya'ni buni o'qiydi, fikrlaydi, mulohaza qiladi. Biz yosh ijodkorlarga ham e'tibor berib, bizning ham ijodimizni qo'llab-quvvatlab, mana shu poyozga kiritganliklari uchun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va so'zim so'ngida mana shu poyozda o'z ijodlari, qalb tubidan chiqqan so'zlarini nashr etilgan barcha ijodkorlar, ustoz shoirlarimizni va yosh ijodkorlardan ham chin yurakdan muborakbod etaman. Kitob inson yaratgan eng buyuk kashfiyotlardan biridir. U inson tafakkuri va ma'naviy olamini boyitishda qimmatli vositadir. Samarqand sadolari kitobida hayotning muhim mavzulari, yurtni, tabiatni asrash va insoniylik tahliliy va mazmunli tarzda yoritilgan. Ijodkorlar har bir so'z orqali o'z tafakkurini, ichki dunyosini va ma'naviy qarashlarini kitobxonlar qalbiga yetkaza olgan. Shu sabab kitob faqat badiiy asar emas, balki kelajak avlod uchun ma'naviy rivojlanish va insoniy qadriyatlarni anglash imkonini ham beradi.